Kel senga bugun bir nechta savollar beraman, topa olasanmikan? Aziz dindoshim, bu savollar qabrda qilinadigan savol-javoblardir. Buni siz ham bilishingiz zarur. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Kabatulloh. Millating qaysi? Ibrohim Xalilulloh millati. Mazhabing qaysi? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahoriyorlar. Ular Abu kim? Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunnat val jamoat e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu va sallamni. Undan keyinchi? Ota-onamni. Undan keyinchi? Barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo Nima uchun yaratgan? o'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish. Iymon kalimasini ayt. La ilaha Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Ma'nosi Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning elchisi ekaniga guvohlik beraman. Mashaalloh. Xato va kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni va bizga obuna bo'lishni